Ayting kimlar kabi bo'lsin bor mening sizdek aziz mehribon xalqim bor mening aziz xalqimga assalomu alaykum xush kelibsizlar qadaminglarga qasamon yetganganiga ko'rsatganiga Alloh taologa behisob azlari shukronalar qur'onichasi keladi kuyovimizni to'ylanasiga ajoyib to'ylovlar ostida ko'rib qolaylik harakatli to'ylab boraymiz. Ana endi urib odatimizga binoan asralab kelin salonlardan bahra olamizlar. Onajon, onajonlar, momayu bobolar, amaki tog'alar, ammayu xonalar, do'st yor, qo'shni og'ayni, opa-singil, aka-ukalar, barchalarga kelin salon muborak bo'lsin. Harakatli kelin salonlar ushbu oqshom to'y tantanamizda qolaversa, ushbu oqshomimizda yoshlar omadinglarni bandinglar bersin, ezgu kunlar sizlarga mablag' bo'lsin. Yes.
Guldiroz Pasaychalamizda yangi to'ylar muborak bo'lsin. Ochiqobat yangi kelin muborak bo'lsin. Ezgu kunlarni ko'ring. Farzandlaringiz huzur-halovatini ko'ring. Mana shu davrda keltiramiz bobolari bor ekan. Kasb shimlari yarashgan, kam ko'ziga qarashgan. Kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi. Qabul aylan Hasan bobosi, Husan bobosi. Sizga salom yor yor. Qabul aylan bobolari. Sizga salom yor yor. Hasan aka, Husan aka muborak bo'lsin, kelin muborak bo'lsin. Huzur-halovatini ko'ringlar. Ezgu kunlar sizlarni tark etmasin hech qachon. Omad bor tark etmasin. Hasan bobosi, Husan bobosi, marhamat. Qaynonasining nikoh yuzlari bor ekan, marhamat. Afzal Guldiroz qarsiylar ostida bugungi oqshomimizda nikoh huzurlari. Nikohlaringiz omadiy bo'lsin, ezgu kunlar hamisha sizlarga hamroh bo'lsin deymiz. Yana bir marotaba Aysoqatning kelin muborak bo'lsin. Farzandlaringizni huzur-halovatini ko'rish nasib aylasin. Ezgu kunlardan boshingizga chiqmasin deya niyat qilib qolamiz. Mana shu davronimizda kuyovdiramizning kollektivlaridan bor ekan. Ana shularga bitta savol qilib qo'yasiz, kelin oyimizni. Mehmon kelsa xush degan, mehmonxona xush degan. Kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi. Qabul aylan kuyovdiramizning kollektivlari ishgalari. Sizga salom yor yor. Qabul aylan akajonlari. Sizga salom yor yor. Kuyovdiram qolib ketishdi mana shu davrimizda. Sochini qiyshib qaragan, qizlar ko'rsa qaragan. Kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi. Qabul aylan kuyovjo'ra. Sizga salom yor yor. To'ylar yaxshi kunlarni ko'ringlar. Siz ham kuyov bo'lmagan bo'lsangiz, yaxshi ko'shangalarga kuyov bo'ling, kuyov bo'lgan bo'lsanglar, boshqadek o'g'il Parizodadek qizlarga nasib aylasin. Davramizda o'zlari, chaqnab turgan ko'zlari. Kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi. Qabul aylan kelmoy digonalari. Sizga salom yor yor. Qabul aylan digonalari. Sizga salom yor yor. Endi esa kelmaymiz, kuyovjo'ra tomonga qarab olasiz. Satin do'ppi xaridori, yigitlarning xaridori. Kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi. Qabul aylan kuyovjo'ra. Sizga salom yor yor. Qabul aylan kuyovjo'ra. Sizga salom yor yor. Guldiroz qarsiychalamizga yaxshi kunlar ko'ringlar. Sanjorbek Alayda o'zimizdan qolaversa aziz mehmonlar nomidan iltimos qilmoqchimiz. Marhamat tanlab sevgan yoringizning yuzlariga to'yni qopini aytsangiz, kelinimizning oq chehralarini ochib qo'ysangiz. Marhamat to'ylar muborak bo'lsin. Qarsiyada ishtirokda kuyovjo'ralar, kelinimizga digonalari. Fotografa Alayda ozgina davramiz kuyovchilar sizlardan qolib iltimos azizlar. Kelinlar kuyovimiz sizlar hamda bizlar uchun atagan raqs dasturlari bor ekan. Ya'ni yoshlarimiz uchun bahsozi. Yoshlarimizni davramizga chorlab qolamiz. Родные для молодого жёны певотанец. Желаем успехов, самого лучшего, будьте счастливы. Omadinglarni baxtinglar bersin, ezgu kunlar hech qachon boshingizga chiqmasin. Ma'lum personal ishlar qabaton. Do'stimiz hamda Allohxon singlimizning ajoyib effektlari ostida Do'mon organizatsiya Il attend devant cette photo.
ukalarimiz, avlodimizning davomchilari, aziz farzandlarimiz, barcha mehmonlarimizga, Turkmaniston vatandoshlarimizga, Qo'ytandoq el xalqiga, hammalarga ming ta'zim aslar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum deb qolamiz. Mana shu oqshom ko'rib o'zining yaxshi xislatlari, o'zining yaxshi fazilatlari bilan xalqimizga katta ot ovlidan foydalanib kelayotgan akam Safar akamiz hamda yangamiz Oysafot yengamizning fayzli barakatli dasturxonida katta to'y tantananing muvofiqligida. Ya'ni Safar akamiz hamda Oysafot yengamiz bugungi oqshom vaqtida jondan shirin bo'lgan farzandlari Sanjarbek. Qolaversinlarning 2 kundan boshlab umr o'rtoq bo'lajak. Go'zal va betakror kelimiz Dildoraxon kelimizning barcha kechalarini nishonlab ekanlar. Yoshlarimizga omad va sihat salomatlik, hamisha har doim yo'llari farovon bo'lmoqni tilagan holda kechamizni urf-odatimizga binoan keksasi bor xavfli Paris bor deganlardek yoshini boshlab yosh chiqishlar degan maqomga rioya qilib to'y davasiga Hasan bobolarni katta ma'muriyatlar bilan chaqirmoqchimiz. Bugungi oqshomimizga to'y boshchilik zimmasini o'z boshiga olgan to'yboshimiz assalomu alaykum aka, to'ydan muborak bo'lsin, sulolangizga kelin muborak bo'lsin. Xudo xolasa avlodingizdan, sulolangizdan hech qachon mana shunaqa ezgu kunlar, vazn jamishlar arimasin. Husan aka, sizdan taqdirga kelsak, juda maqsadga ish qilganimiz bo'ladi. Husan aka, sizdan taqdir endi har kimga emaslar, mana shunaqa ekizak farzandlarni, mana shunaqa mehr oqibatga to'la farzandlarni Allohim nasib aylasin. To'ydan muborak bo'lsin Husan aka sizga. Avlodingizga kelin muborak bo'lsin. Marhamat. Salom sizga, lolalarning lolasi. Salom sizga, Chinnistonning bolasi. Salom sizga, Gulrayhon xotidan. Salom sizga, Hasan bobom, Husan bobom nomidan. Assalomu alaykum. Uzoq oyog'idan kelgan aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun Xudoyor xonadonida katta to'y tantana. Bu to'yimizning sababchisi bo'lgan ukajonim Safar Murod, kelinimiz Ayzatxonlarning eng birinchi farzandi bo'lgan Zanjarjon nevaramiz hamda kelinimiz Dildoraxonlarning bugun bag'it to'yini tabriklayman. Tabriklamak bilan sizlarga men avvalo labingizda kulgu, chehrangizda tabassum sira arimasin deman. Sizning Ishmo'min bobomizning ruhlari hamda Sarama ma'lum ruhlari doimo qo'llab-quvvatlab yursin deman. Shuni bilan to'yimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat to'yimizga kelgan xush aziz mehmonlarimiz. Assalomu alaykum mehmonlar, uzoqdan maratona kelibsizlar. Men Sanjarni bilan hamdillari kelinimiz Safar ukamiz Aysatkinni to'yda nevarlar to'yda ochiq Sog' bo'ling, salomat. Ko'taroz qasya chalamiz. Katta rahmat, boshinglar omon bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ana endi mehmonlarga qarab bilasizlar. Omadinglar bersin. Hayotning ziynati sevgish. Insonga atodan azaliy meros. Bu dunyoda hech kim o'tmasin yolg'iz. Tanholik hamisha yaratganga xos. Kimga nasib etsa gar xoliqa yor. Tangridan yaxshilik etgani uchun so'z. Bu dunyo o'tkinchi. Bir xallovozor, har kim jufti bilan bir o'zikka gul. Mana shu fursatdan foydalanib, kelinimizning Dildoraxon kelinimizning mehribon dadajonlari O'nboy akamiz hamda Xursangul yangamizga kuyov muborak bo'lsin. O'nboy aka, Xursangul yanga, farzand to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Ilohim farzandlaringiz huzur halovatini ko'rish nasib aylasin deymiz. Ana endi yoshlar o'zingizlar uchun tayyorlangan to'y dasturxonida o'tirib bilasizlar, noz-ne'matlardan dod bilasizlar. O'tiringlar yoshlar. Omadinglar bersin, baxtinglar bersin, yaxshi kunlar sizlarni bilan kelmasin, sher farzand ko'ringlar. Ustoz, to'yimiz tantanamiz chiroyli hamda shonli fursatlarni ochiq deb e'lon etildi. Endi to'y egalariga, to'y sohibalariga, aziz mehmonlarimizga, mezbonlarga, hammalarga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlarni tilab, navbatda quyunovalarga ajoyib taronlarga beramiz. Bugungi oqshom sizlarning xizmatingizda azizlarim. Bugun kechamizni necha yillarga tarixiy voqeaga aylantiradigan video operatorlarimiz, Rashid akamizning boshchiligidagi video muhandislar qolaversa, Shurat rasmchi do'stlarimiz, Amon akamiz
xizmatingizda bo'lib turibdilar. Kuyovalar bilan kechamizni, to'y tantanamizni o'zgacha go'zallik, fayz qo'shaman deb qo'llari ko'ksida turgan san'atkorlar. Elimizning, xalqimizning bulbuli desak mubolag'a bo'lmaydi. O'z sohasining yorqin yulduzi, o'z sohasining zo'r mutaxassisi, xushovoz xonandamiz O'roq Mahmatxo'rov ajoyib tanlovlar bilan xizmatingizda bo'lib turibdilar. Yonlarida ham nafaslarni istiqbolli xonanda qizimiz, serqirra ijod sohibi, serqirra ijod ko'ngili kuyluvchisi, elimizning, xalqimizning mehrini qozongan xushovoz xonanda Sayraxon Eshtimirova ajoyib tanlovlarni sizlarga taqdim etar ekan. To'y tantanamiz a'zolari bugungi oqshom chiroyli hamda shodiyona o'tishga mana biz kafil o'tamiz. Albatta sizlardan yaxshi kayfiyat, chiroyli raqslar bo'lsa. Hammalarga yana bir marotaba azizlarim yomon ishtafa, yaxshi kayfiyatlarni tilaymiz. Yuzingizdan kulgi, chehrangizdan esa hech qachon tabassumlar aramasin deymiz. Choq sozanda shu sozing. To'pda to'ynoq qo'shiq uzun. San soz Yeter bunca defa
bilmadim. Yağmur yığlasa küldüm men, yürek bağlatırdım men. Zor kadrini bildim men, ana kadrini bilmadim. Bilmadim men, bilmadim. 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 Ana kadrini bilmadim. Yaşıyorsan
o'rtaga prizga qo'yildi. Mana shu prizlarni yaxshi o'ynagan o'yinchilarimiz uchun topshirib qo'yamiz. Keling Hasan aka. Mana shu davramizda Husan akasining sovg'alari bor ekan. Husan aka keling. Safarmurod sinfdoshi bilan Aysag'at kelimiz uchun sovg'alari bor ekan Husan akasi tomonidan. Oila aslida muqaddas dargoh. Poklar qadam bosar ostonasiga, ne taqdirlarni bog'laydi nikoh. Umrin yozib qo'yib peshonasiga. Qo'llariga taqilgan tillo uzuklar. Tatuv yashashning sirli muhridir. Dunyoni allalar oltin beshiklar. Ota-ona baxti mehridir. Ishq kushki sultoni malikasiday umri kechirmoqqa qiling ahd paymon. Boshlar uzra sochsindir quyosh oy, sizga saroy bo'lsin yulduzli osmon. Mana shunaqa yulduzli osmon ostida to'y berayotgan sinfdoshim Safarmurod hamda Aysag'at singlimizga to'ylar muborak deb qolamiz. Sanjarbek Dildoraxon baxtli bo'lingizlar. Hayoti yo'llaringiz bardavom bo'lsin. Nikoh to'ylaringiz muborak bo'lsin. Oila saltanat salqatlariga qo'ygan qadamlaringiz qutlug' kelsin deb qolamiz. Sevilib yashang. Sevgi muhabbat sizlarni hech qachon tark etmasin deb Husan akasi sovg'alari bor ekan. Keling Aysag'at singlim davramiz markaziga. Husan qaynonamiz tomonidan sovg'alari bor ekan. Marhamat san'atkorlarning sozlari bilan sovg'alaringiz muborak bo'lsin deb qolamiz Husan akasi. Sanjarbek Dildoraxon o'tirib bilasizlar, sog' bo'lingizlar. Yaxshi o'ynagan Safarmurod sinfdoshimning sinfdoshlari bor. Bobolari Sanjarbekning Ishbir bobosi, Toshpo'lat bobosi. Kelingizlar davramizga. Bahriddin bobolar sovg'alari bor ekan. Aysara, Mehriddin kelingizlar. Mana shu yerda Sayyoraxon momalari ham bor. Kelingizlar. Sovg'alaringizni qabul qilingizlar. San'atkorlarning sozlari bilan Aysara, Mehriddin, Ishbiri, Bahriddin, Toshpo'lat kelingizlar. Hamma shu davramizda Xushbaq akalari bor ekan. Keling, Xushbaq akalari. Gulboy jinsasi bor ekan. Gulboy keling. Kelingizlar. Mehriddin, Aysara kelingizlar. Momalari. Sayyora momasi keling davramizga.
hayotini juft yaratmıştır. Yel uçsa rayfonları boy taratmıştır. Sazlı için yürekni yondirar demek, aşklar ahidan köy yaralmıştır diye. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, yana bir marotaba hammalarga to'ydan muborak bo'lsin deymiz. Mana bu prizlarni Xudo xolasa chiroyli raqsga tushganlarini bugun o'zimiz tanlab seçib, qolaversa sizlarga berib olamiz. O'zbekistondan kelgan mehmonlar bor bugun. Qirg'izistonlik, qozoq qolaversa, o'zimizning aziz do'stlarimiz bor. Mana shu o'zbekistonlik mehmonlarni iltimosiga binoan ikkita kuy-nomalarni iltimos qildilar. Inovatlarni albatta ko'z oldimizga olgan holda sizlar uchun aziz do'stlar, qani ketdik, davramizga tayyorlab qolamiz, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Qirolicham ko'chaga chiq, qirollarning qiroli keldi, senga berib shirin va'dalar, seni olib ketgan keldim, senga berib shirin va'dalar, seni olib ketgan keldim. Davrasizga qani ketdik. Qirolicham ko'chaga chiq,